Qo'shnilaringizdan eshitgan eng noto'g'ri ma'lumotlaringiz. Ochlik allergiyani tuzatadi. Kuchli parhezlar, bolani och qoldirish, uni quruq guruch suvi bilan boqish hech qanaqasiga allergiyani tuzata olmaydi. Allergiyadan qutulish uchun qonni yuvish kerak. Qonni yuvish mumkin bo'lganda, qanaqa kasalliklardan tuzalib ketgan bo'lardik? Toshmalardan qutulish uchun sizni qo'shningiz sinaflan surgan ekan bolasiga. Siz ham surib ko'rmaganmisiz ishqilib? Har qanaqa toshmani ham davolash uchun sinaflan yordam bermaydi. Allergiyada antigistamin dorilarni ko'p ichmagani o'rganib qolmagan. Antigistamin preparatlar qonda gistamin moddasini parchalaydi va buni natijasida allergiya belgilari kamayadi. Allergiyani tabiiy damlamalar bilan tuzatish kerak. Tabiiy damlamalar esa juda ham kuchli allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Kalsiy xlor, isukol ovor yaxshi bo'lib ketasan. Bu kalsiy xlor standartlardan chiqib ketganiga necha yil bo'ldi? Sizlar hali ham bu yuryapsizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz ham qo'shnilaringizdan yoki biron bir boshqa yaqinlaringizdan eshitgan eng g'alati maslahatlaringizni yozib qoldiring. Birga muhokama qilamiz.